eksklyuziv faktlarga qaratamiz. O'zbekiston va Italiya mutaxassislari tomonidan Jarqo'ton yodgorligida olib borilgan qazishma ishlari natijasida topilgan noyob ashyolar yurtimizda 4000 yil avval jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan degan taxminlarga sabab bo'lmoqda. Turkiyaning arxeologiya bo'yicha yetakchi nashrlardan biri Arkeofili jurnalida O'zbekistondagi noyob arxeologik kashfiyotga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Nashrda yozilishicha, mamlakatimiz hududidan bronza davriga mansub taxminan 4000 yillik tarixga ega va trepinatsiya izlari saqlangan bola bosh suyagi topilgan. Mazkur topilma mutaxassislar tomonidan Markaziy Osiyoda qadim zamonlarda jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bo'lishi mumkin degan gipotezalar ilgari surilmoqda. Shuningdek, maqolada ushbu ashyo Osiyo hududida aniqlangan eng qadimgi namunalardan biri deb qayd etiladi. Noyob kashfiyot o'zbek va italiyalik olimlardan iborat xalqaro tadqiqotchilar guruhi tomonidan Surxondaryo viloyatidagi Jarqo'ton arxeologik yodgorligida olib borilgan qazishmalar davomida aniqlangan. Olimlar ma'lumotlariga ko'ra, jarrohlik amaliyoti izlari taxminan 5 yoshida vafot etgan bolaning bosh suyagida aniqlangan. Bir holatga kuzatildi. Bu holat 5 yoshar bolani chanog'ida 2 santimetrga yaqin dumaloq teshikcha bor. Hamma hayron, hamma kuzatyapti. Bu qanaqa teshikcha deganda va uni anatomik to'g'ri yotganligi bolaning, keyingi ta'sirlar bo'lmaganligi, ya'ni sun'iy bo'lmaganligi asoslandi. Va ekspeditsiya a'zolari buni jarrohlik amaliyoti natijasi degan fikrga kelishdi. O'sha paytda metal, bronza buyumlar, pichoq, skalperga o'xshagan asboblar kashf qilingan. Lekin meditsinaligini, xirurgik, ya'ni amaliyoti ekanligini laboratoriyaning xulosasi eng go'zal va chiroyli bo'ladi. Maqolada qazishma ishlariga rahbarlik qilgan Salento universiteti arxeologi Enrico Ascaloni ushbu topilma O'zbekiston aholisining tibbiy bilimi yuqori darajada bo'lganidan dalolat berishini taxmin qiladi. Jarqo'ton arxeologik yodgorligi bizni hayratda qoldirishda davom etmoqda. 4000 yil avval Markaziy Osiyoda bola bosh suyagida qadimiy jarrohlik amaliyoti trepinatsiya amalga oshirilgani nihoyatda hayratlanarli. Yaqin vaqtgacha bunday holatni tasavvur qila olmagan edik. Arxeologik amaliyotlarni doimiy kuzatib boruvchi olim sifatida aytiladigan bo'lsak, bu Jarqo'tondagi xirurgik amaliyot bu insoniyat tarixidagi kuzatilgan 4-amaliyot hisoblanadi. Va shov-shuvlarga asos bor. Buni meditsinaning rivojlanganligini ko'rsatuvchi faktor bu. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur ilmiy mulohazalar hozircha dastlabki va taxminiy xulosalar hisoblanadi. Hozirda topilma yuzasidan maxsus tahlillar olib borilmoqda. Agar ushbu taxminlar ilmiy isbotini topsa, bu qadimgi Baktriya hududida bronza davridayoq ehtimoliy tibbiy amaliyotlar mavjud bo'lganini ko'rsatuvchi muhim dalillardan biri bo'lishi mumkin.